Ijtimoiy tarmoqlarda it bolalarni majburlab qulog'ini yulib olganligi haqidagi video keng jamoatchilik o'rtasida muhokamalarga sabab bo'ldi. Holat yuzasidan quyidagilar ma'lum qilinadi. Surxondaryo viloyati Ichki ishlar boshqarmasi hamda Surxondaryo viloyati ekologiya va iqlim o'zgarishi bosh boshqarmasi tomonidan olib borilgan o'rganishlar davomida Sherobod tumani Mehnatobod mahallasida yashovchi fuqaro o'zining ijtimoiy tarmoqlardagi sahifasida itning 3 bosh bolasiga nisbatan shafqatsiz munosabatda bo'lib, ularning quloq qismlarini qo'l bilan yulib tashlaganligi aks etgan video materiallarni joylashtirgan. Holat yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 111-moddasi 2-qismiga asosan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirilib, hujjatlar sudga yuborilgan. Sud hukmiga muvofiq fuqaroga nisbatan Yo'ldoshev Ozodbek Shavkatullo O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 111-moddasi 2-qismida nazarda tutilgan huquqbuzarlikni sodir etgan deb topilsin va unga shu moddaga asosan 10 sutka ma'muriy qamoq jazosi tayinlansin. Jazo muddati 2026-yil 21-fevral kuni soat 18:00 dan boshlab hisoblansin. Hayvonlarga nisbatan shafqatsiz munosabatda bo'lish qonun bilan taqiqlanadi va bunday holatlarga nisbatan qat'iy choralar ko'riladi. Sherobod tumanida tug'ilganman. Men joriy yilning 20-fevralda o'zimga tegishli bo'lgan kichik bolalarni quloqlarini shafqatsizlarcha yulib oldim va video syomka qilib Instagramga joyladim. Bu qilgan ishlarimdan ming afsusdaman. Xalqimizdan uzr so'rayman. Boshqalarga ham maslahat bermayman. Fuqarolardan atrof muhit va hayvonot dunyosiga nisbatan mas'uliyatli munosabatda bo'lish hamda qonun talablariga qat'iy rioya qilish so'raladi.